Xo'p, hammaga salom, sizlar bilan Zor. Hozirgi joyimizda qanaqa qilib turib YouTubeingizni fixit qilishni o'rgataman. Ya'ni sizda YouTube qotyapti yokida o'taveryapti yoki umuman ishlamayapti. Shu kabi muammolarni har bittasini ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Hammasini videoda ko'rib chiqasiz. Agar sizda YouTube bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu videodan keyin sizda muammo bo'lmaydi. Qani videoni boshlaydik. Xo'sh do'stlar, menda hozir Mi Box, sizlarda Smart Box yoki Smart TV bo'lishligi mumkin. Uni umuman ahamiyati yo'q. Hozir qiladigan ishlarimiz barchasiga tushadi. Lekin sizlarda balkim boshqacharoq bo'lishligi mumkin. O'shanga sal individual yondashuv qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin tagi ildizi xuddi men qilgandek bo'ladi. Xo'sh, birinchi bo'lib turib, agarda YouTube o'ziga kiradigan bo'lsak, hozir menda YouTube ishlayapti. Umuman o'sha Wi-Fi ga ulangan. Mana hozir kiramiz, просто mana ishlayapti. O'sha shunaqa kiryaptimi, o'sha ishlayapti. Xo'p, asosiy birinchi eng kichik muammolardan boshlaymiz. Ya'ni Wi-Fi ga ulandingizmi? Xo'p, siz Wi-Fi ga ulangansiz. Misol uchun, mana ulanganman. Endi esa misol Wi-Fi ga ulangansiz, no internet ishlamayotgan bo'lishligi mumkin. Bunaqa paytda nima qilasiz? Sistemaga o'tishingiz kerak va data и время joyini bitta qarab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni GMT +5 da turganmi? Ya'ni bizani chasovой poyezimiz +5, shu +5 da turishi kerak. Shu orqali vaqtingiz to'g'ri bo'ladi va to'g'ri vaqtda to'g'ri ilovalar ishlaydi va internet ham shunga qarab ishlaydi. Xo'p, buni ham to'g'rilab oldingiz. Endi esa siz YouTube ga kirmoqchisiz. YouTube ga kiryapsiz, sizda bunaqa holat bo'lmayapti, bunaqa kirmayapti. Просто o'taveryapti. Agarda prosta o'taveradigan bo'lsa, sizda YouTube eski versiyasi turibdi. Ya'ni YouTube ga обновление kelgan, sizni televizoringiz обновление qilmagan. Shu sababdan siz buni ruchnoy tarzda qilishingiz kerak bo'ladi. Buni o'sha Play Market orqali Play Market Google Play bo'lsa, shu Google Play ga ulab yokida sizda App Store bo'lishligi mumkin. App Storedan o'sha eng oxirgi versiyani kirib turib yuklashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'sha YouTube deb yozasiz. Ko'pchilikda YouTube chiqmayapti deyshadi, lekin menda misol uchun o'zingiz videoda ham oldingi videolarimizda o'sha ko'rgan tomoshabinlarimizda bor. Ya'ni YouTube deb yozaman. Misol uchun hozir mana YouTube chiqmasligi mumkin, hozir lekin chiqishi ham mumkin. Xo'p, mana YouTube chiqmayapti mana. Qisqa sizda chiqishi kerak. Hozir undan ilovalar ko'rinishda qani kirib ko'raman. Mana bunaqa bo'ladi. Shunaqa chiqqan paytida просто yana o'zlamasangiz. Bo'ldi mana. Mana ko'rdingiz? Shunaqa qilasiz, mana sizda обновить turadi. Ya'ni sizda обновить bo'lmagan, o'sha обновить qilib olishingiz kerak. обновить bo'lgandan keyin YouTube ga boshqadan kirasiz. Kirganda o'tolmaydi, kiradi, ishlaydi. Bir xillada yana qanaqa muammo bo'lishligi mumkin? Sizda YouTube umuman web YouTube bo'lishligi mumkin. Web YouTube bu brauzer orqali kirgan holatda YouTube dan foydalanasiz. Bunda o'sha buferizatsiyasi ochilishi, qisqasi oddiy ilovodagi YouTube dan ko'ra web YouTube 2 karra sekinroq ishlaydi. Ko'proq skorost qabul qilish kerak, ozgina kuchingiz kerak. Qisqasi YouTube dan sekinroq ishlaydi. Shuning uchun ilovani o'zini foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda web YouTube bo'ladigan bo'lsa, uni ham o'chirib tashlashingiz kerak, iloji boricha. Buni o'chirish o'sha приложение joyiga, ya'ni hamma настройкаga kirib, все настройкаdan приложениеdan esa YouTube umuman web YouTube o'chirib tashlashingiz kerak. Ya'ni удалить настройки по умолчанию. Или вообще удалить qilib olishingiz kerak-da. И удалить qilib bo'lganingizdan keyin shu YouTube skачать qilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy o'zimizning jaydari YouTube. Xo'p, buni yuklaganingizdan keyin hech qanaqa sozlama narsalar shart emas. Kirasiz, akkauntingiz bo'la olasiz. Agar xohlaydigan bo'lsangiz, akkauntingiz bo'lish bo'ldi. Siz bilan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agarda YouTube shu narsalardan keyin ham misol uchun qanaqadir muammo qotadigan bo'lsa, обновлениялariga qaraysiz, pрошивкasiga qaraysiz, bo'ldi. Xo'p, agarda sizda internetingiz bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, sizda qanaqadir qotishli narsalar web YouTube bo'lmasa, просто YouTube o'zida qotadigan bo'lsa,
Bunda o'sha internetga qarashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni routeringiz ikkita diapazonli bo'lsa, smartbox yoki smart TVingiz o'shani поддержка qilsa, iloji boricha 5G ulashingiz kerak. Skors, ya'ni qaysi biri stabil kodni beradigan bo'lsa, o'shandan bittasiga ulashingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda faqat 2 tor bo'ladigan bo'lsa, 2 torcha sizda 100 megabitgacha skors beradi. Agar siz 100 megabit o'tgan bo'lsangiz, agar bundan past o'tgan bo'lsangiz, iloji boricha shu routeringizdan kabel tashlashingiz kerak. O'sha smart TV yoki smart boxingizni LAN porti bo'ladigan bo'lsa, Mi Boxda LAN porti yo'q. Shu sabab smart box yoki smart TVingizni LAN porti bo'ladi. Katta ehtimol bilan o'sha televizoringiz orqa tarafida, shu routeringizning orqasida o'sha kabel ulanadigan joylariga o'xshab turib, unda ham xuddi shunaqa ulanadigan joyi bo'ladi. Shu joyga ulab olasiz, kabel olib kelasiz, ulaysiz va sizda o'sha stabilniy maksimalniy skorsda ishlaydigan internet bo'ladi va YouTube shu bilan qotmaydi. Kinoda ham agarda qotish narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kabel bilan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Agarda bo'lmaydigan bo'lsa, 5G поддержка qiladigan bo'lsa, 5G ulashingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, internet speed test orqali yuklangan holatda skorsingizni zamir qilib turib, tekshirib, qaysi biri sizga ma'qul ekanligini bila olishingiz mumkin. Xo'p, menimcha YouTube bilan endi hech kimda muammo bo'lmaydi. Undan oldin muammo bo'lgan edi. Ya'ni YouTube shu hech kimda kirmay qolishi, ishlamay qolishligi, shu narsalar bilan barchasi muammoingiz hal bo'ladi. Agarda mana o'sha muammoingiz hal bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Mana shunaqa ishlamayotgan edi, shunaqa web YouTube edi va hokazo. Albatta o'qish qiziq bo'ladi. Albatta o'sha videoga like хотя бы bo'lsa ham qo'yib keting. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.